Assalomu alaykum, Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga, ya'ni oktyabr va noyabr oylariga yangi qabullar yo'lga qo'yilgan, shular haqida batafsil ma'lumotlarni Azizbekda o'zlaridan olib, siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz do'stlar. Bo'lmasam bizni kuzatib boringlar, videoda oxirigacha ko'rsalaring, hammasini o'zlaring ko'rib va tanishib va albatta o'zingizga ma'qul kelgan sanalarga joylarda bron qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomu. Azizbek, hozirgi kunda oktyabr va noyabr oylariga qaysi sanalarimizga reyslarimiz yo'lga qo'yildi? Shular haqida videomizni boshlasak. Oktyabrga 29-oktyabrga reysimiz bor, Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha. 31-oktyabrga Farg'ona Jidda bo'yicha yo'nalishimiz bor. Namangandan 27-31-oktyabrga yo'nalishlarimiz bor. Namangan Jidda bo'yicha yo'nalish. Toshkentdan kunda kunora Toshkent Jidda bo'yicha yo'nalishlarimiz bor. Endi Namanganga Farg'onaga noyabrga 1-noyabr 8-15-22-29 noyabr kunlariga Farg'ona Madina bo'yicha yo'nalishimiz bor. To'g'ridan to'g'ri reyslar Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha bo'ladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, bemalol o'zlaringni joylaringni bron qilishlaring mumkin. Siz obunachilarimizga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berishdan to'xtamaymiz. Xo'p, xudo xolasa Azizbek, mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga reyslarimiz bor va albatta joylarimiz ham bor. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar. Xo'p, Azizbek, videoda obunachilarimizni ko'p kutilmaydi, narx-navolar haqida ham gaplashsak, ya'ni oktyabr va noyabr oylariga narxlarimiz necha pul belgilandi? Oktyabr oyiga $1050 berilamiz. Narxlar o'z 1100-1200 lik paketlar. Noyabrga $1100 beramiz. Noyabr oyiga 1100 dan to'lovlar qilinadi, xudo xolasa. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Telegramdan bizga aloqaga chiqishadigan bo'lsa, bank shot raqam tashlab beramiz. Eng yaqin bankka, o'zlariga yaqin bo'lgan bankka borib to'lov qilib berishadi. Chekini tashlab berishsa, bizga Zagram pasportini tashlab berishsa, joylarni chiroyli bron qilib bitkazib beramiz ishlarni. Xudo xolasa. Xo'p, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizni o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari sayohat, ziyorat, ibodat degan narsalar ham bo'ladi paket ichida. Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz, nimalar, qayerlarga boriladi, shularni ham bir tushuntirib o'tib ketsangiz. Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi. Keyin Qur'on bosmaxonasi va Xurmo bog'iga ziyorat qilinadi. Makkada Toyib shahri va Qizil dengizga sayohatimiz bor. Bundan tashqari yana sayohatlar bor. 50 boshlarimiz o'zlari ko'rsatib, aylantirib, ziyoratlar qilib, ibodatlar qilib kelishadi. Xudo xolasa o'sha 14 kun mobaynida malakali 50 boshlarimiz hamrohligida birgalikda ziyorat, ibodatlarga olib chiqiladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring. Agarda siz ham niyat qilib ota-onangizni, oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, o'z joylaringni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, xudo xolasa to'lovlarimizda o'sha xohlagan o'zlariga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlar amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari vodiydan, ya'ni o'zimizni yaqin o'rtadagilar qanday to'lovlar qilishsa bo'ladi? Agar Farg'ona Marg'ilon atrofida yashaydigan, yaqinroq joyda yashaydigan ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib bizning ofisimizga kassamiz bor, rasmiy kassamizdan bemalol to'lov qilib ketsa ham bo'ladi. Demak, shu yerga kelib ham to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati bor, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, bog'lanib aloqaga chiqinglar va joylaringni bron qilishlaring mumkin. Do'stlar, sizlar bilan Azizbek Olimjonov kanali admini bo'ldi. Sizlar bizni kuzatib borib, like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Xudo xolasa Azizbek, obunachilaringizga chegirmali, chiroyli narxlar qilib berasiz inshaalloh. To'g'risi bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat.